Assalomu alaykum aziz va muhtaram futbol ishqibozlari. 13-tur bahslariga yakun yasab beriladi. Samarqandning Dinamo jamoasi Bunyodkor jamoasiga mezbonlik qiladi. Esdalik uchun suratga tushadi. Boshladigan desak ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki bit o'yinni boshlab berishadi. Dinamo jamoasi tarkibi ekraningizda. Bu esa Bunyodkor jamoasi 5 ta himoyachi. O'zbekiston Super Ligasi bu mavsumda haqiqatan ham super o'tmoqda. Demak, o'yin boshlandi. Ham to'p yetkazib berilishi mumkin. Yo'q, to'p yuqoridan xavfli to'p yo'nalishini o'zgartirib yuborishga harakat qildi Dinamo futbolchisi. Endi esa ofsayd bormi? Zarba, darvozabon. Ofsayd bor. Ofsayd bor bu yerda. Yana to'p jarima maydonchasi ichida mana shunday barqarorligi bilan ajralib turadi hozir. Shunda yuqoriroqqa ko'tarilsa bo'ladi va bitta nominal hujumchi Mirjahon Mirahmadov vaziyat bo'ldi deguncha sheriklaridan to'pni kutadi. Deyarli o'yin uslubi bir-biriga o'xshab ketishi mumkin. Hozir Bunyodkorda yaxshi imkoniyat. Temirxo'ja zarba gol. Chiroyli gol, chiroyli pas to'xtatdi va yerga tushirishi bilan to'pni sakrashini kutib qanday chiroyli zarbani amalga oshirdi. Tajribali futbolchi Temirxo'ja. 10-daqiqa 10dagi raqamlar 1-0 mana hisobga ham o'tyapti. Hozir chap qanotdan ochilgan futbolchi chiroyli uzatmani amalga oshirib berdi. Keling ko'ramiz qanday yuzaga keldi bu gol. Bu 77-raqamdagi Muzaffar Olimjonov ko'rdi sherigi qayerda turganligini. Hujumni esa To'raqulov boshlab berdi. Ofsayd yo'q. Mana o'sha uzatma ko'kragi bilan to'xtatdi, tushirdi va chiroyli zarba. Himoyachilar kech qolishdi. Birdaniga baravariga borishmadi, imkoniyat berishdi. Temirxo'ja esa albatta foydalandi. Ko'kragi bilan to'pni to'xtatib, endi boshqa variant yo'q edi-da, biroz kutganda gol ura olmas edi Temirxo'ja. Oxirida pasayish bo'ldi, lekin mana hozir yana bir hujum, goldan ruhlangan Bunyodkor. Chiroyli pas, yaxshi imkoniyat, zarba, darvozabon qutqaryapti. Qanday sev. Hozir mana ko'rib olamiz. Yo'q, 21-raqamda Nosirjon Abdusalomov yo'nalishga biroz kuch berib yubordi. Ancha yuqoridan o'tib ketdi. Birga bir vaziyatda imkoniyat bor hozir yana. Oppa! Va darvozabonning mahorati Yagudin. Hop, Hoji Mirzayev. Zarba, darvozabon o'z o'rnida. Bosh bilan zarba. Yana Temirxo'ja. Qarang, Kucherenko imkoniyat berib qo'ydi bu safar. Yaxshi o'ziga to'g'rilab oldi-ku. Bu yerda esa xato va Frayde yaqinlashmoqda. Endi penaltimi? Ko'ramiz. Xatoga yo'l qo'ydi, to'pni to'xtatishganda boryapti. Ichida mana shu yerda ko'raylik. Menimcha to'p yaxshi imkoniyat, zarba. Hoji Mirzayevning uzatmasi. Voy, qanday chiroyli harakatlar. O'rmonjonovga e'tibor bering. Voy, Malini nima qildi? Mali tushunmay qoldi-yu. Xato. Va yana to'p oldinga yetkazib berildi. Biriga bir vaziyat. Temirxo'ja bu gal zarba, gol. Gol! Temirxo'jaga uzatmani yana o'sha Abdusalomov. Voy, Abdusalomov. Iniesta bo'lib ketdi. Nosirjon Abdusalomovdan qanday chiroyli uzatma va Temirxo'ja Abduxoliqov 2-0. Menimcha aynan u hozir
oshni pishirib berdi. Qani Nosirjon. Voy, qanday pas. Yaqinroq plandan ko'rsatishmadi-da. Temurxo'ja hammasini to'g'ri baholadi. Darvozabon qayerda turganligini. Mana o'sha pas. Ya qoyili. Yana o'sha fikrni qaytaraman do'stlar. Gol plus pas bo'yicha biz hisoblashimiz kerak o'sha to'purarlarni. 0-2 va aynan shu pallada G'ayrat Jo'rayev birinchi bo'limga yakun yasab bermoqda. Shu komissari Felixbek G'aniyev. Hushtak chalindi, ikkinchi bo'lim boshlandi. Varda Abdurashid Xudoyberganov. Maqsudxo'ja Allohxo'jayev ham maydonda, faqat u kimning o'rnida? Bunyodkorning yana bir hujumi va yana Temurxo'ja to'pni yerga yetkazib berdi. Zarba, gol! 3-0. Bu safar qarzini qaytarmoqda Temurxo'ja. Nosirjon Abdusalomov raqib darvozasiga 3-to'pni kirityapti. Oxirgacha kurash mana shunaqa bo'ladi. Temurxo'ja uchala golda ham ishtirok etyapti. Uchala golda Nosirjon Abdusalomov ishtirok etyapti. Qoyil lekin. 3-0. Knockdown holati. Yana uzoq masofadan uzatma va yana Temurxo'ja to'xtatib o'tkazibdi to'pni. Sherigiga qoldirdi va qanday qilib 65-daqiqa. Yaxshi. Zarba. Yo'q. Islat Xalilov bitta qadam tashlasa hozir o'tib ketgan bo'lardi. Hujum davom etadi. To'p jarima maydonchasi ichida. Bosh bilan zarba Anvar Hojimirzayev. Zarbasi kuchsiz chiqdi. Qanotdan Stanoyevich. To'p qaytarib yuborildi. O'yinni davom ettirsa bo'ladi. Hojimirzayevdan zarba. 100 ta variant bo'lsa ham baribir o'zligi tepishyapti. 84-daqiqa. Orqasida kelyapti o'yinchi, yonida kelyapti o'yinchi. Olib yurma, shuni oshir bo'ldi. Sheriga birga bir vaziyatga chiqib ketadi. Hojimirzayevdan zarba. Tepa ber o'zing, Anvar. Olib yurma, shuni oshir bo'ldi. Sheriga birga bir vaziyatga chiqib ketadi. Hojimirzayevdan zarba. Tepa ber o'zing, Anvar. Va orqaga qaytish kerak. Bu safar ofsayd yo'q. Lekin aldab o'ta olarmikin O'rmonjonov? O'zi ham tepada. Tepa beringlar. 4 daqiqada hali Bunyodkorda vaziyatlar yuzaga kelib qolishi mumkin. Mana o'sha vaziyatlardan biri agar hozir o'tib ketsa, o'tdi amallab. 3-3 zarba noaniq. O'yinlar ichida shunaqa o'yinlar ham bo'lib turadi. Endi Stanoyevich tepyapti. Stanoyevichning zarbasi ancha xavfli chiqdi lekin. O'yinlar ichida shunaqa o'yinlar ham bo'lib turadi. Endi Stanoyevich tepyapti. Stanoyevichning zarbasi ancha xavfli chiqdi lekin. Vaziyatlardan foydalana olmadi O'rmonjonov. O'tib ketyapti. Nihoyat to'rga 3. Yana o'zi tepyapti. Haqli g'alaba. Mana shunday tarzda Dinamo Samarqand birinchi mag'lubiyatini tan olmoqda. 0-3 do'stlar. 1-3 ham emas, 2-3 ham emas, 0-3. O'zbekiston Superligasi bahslarini kuzatishda davom eting. Salomat bo'linglar.